Assalomu alaykum hurmatli aziz yurtdoshlar. Biz uzoq yaqindan kuzatib borayotgan do'stlar, qadrdonlar, savdogarlar, kanalning hurmatli aziz obunachilari, aziz qadrdonlar. Bugun biz mana 2025-yil 28-dekabr yakshanba kuni o'tiribmiz. Hammalaringizni kelayotgan 2026-yil yangi yil bayramlaring bilan yangi 2026-yil hammaga qutli, barakotli, hamma o'ylagan niyatiga yetib, mana shu 2026-yilda kimki yaxshi niyat qilgan bo'lsa, yaxshi niyatlariga yetsin. Uy qurmoqchi bo'lib planda yurgan akalarimiz ham, yurtdoshlarimiz ham, shaharlarimiz ham ilohim uylarini sog' salomat bitirib, beshkaz chiqib olishlikka Alloh nasib qilsin ilohim. Hammaga yengillik bersin. Qurilish material, qurilish qurayotgan, uy boshlab yurgan insonlarga. Biz manzillarimizni aytib o'tamiz. Manzillarimiz Farg'ona viloyat Marg'ilon shahrida. Xo'p, Marg'ilon shahrida ikkilanmasdan shu ekranlarga nomerlarga aloqaga chiqsangiz, Telegramdan lokatsiyalarimizni bo'tashab beramiz. Marg'ilondan 2 kilometr masofada joylashgan. Marg'ilondan 2 kilometr, 3 kilometr uzoqroq bilan masofa bo'lib, Langar Metan Zapravka ko'chasida. Telefon qilsangiz, batafsil ma'lumotni aloqaga chiroyli qilib tushuntirib beramiz. Xo'p, biz 2026-yil yanvar oyi, fevral oyiga aksiya qilganmiz, chiroyli narxlar chiqaramiz. Butun O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz bor. Xo'p, Farg'ona viloyat Ponni vodiy ichi bo'ylab Andijon, Namangan, Farg'ona, Qo'qon, shu Farg'onaning har bir tochkasidan, Qo'qon tomon har bir tochkasidan, Andijonni ham har xil tochka, Namangan turgan vodiy ichi har bir tochkasidan aloqaga chiqaverasizlar. Agarda 15 milliondan yuqori, 15 milliondan oldi berida dastlabki xizmat bor, savdo qilsangiz, o'sha 15 milliondan oldi berida, 15 milliondan yuqori bo'lsa, dastlabki mutlaqo bepul bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz kelishilgan holatda shu aytayotgan narxlarimizdan chip-chip murosa qilamiz. Kelishtirib chiroyli qilib bitkazib beramiz. Bizda 3 metrdan tortib 6 metrgacha uy to'sinlarimiz bor. Hozir bir boshdan sizlarga tanishtirib boramiz. Diqqat bilan kuzatib boringlar aziz qadrdonlar, like bosishni unutmanglar sizlarga qadrli obunachilarimizga. Xo'p, chiroyli, manfaatli, foydali uy qurayotgan akalarimizga video tayyorlayapmiz. Mehnatlarimizni qo'llab-quvvatlab, like bosib, uy qurayotgan, uy qurmoqchi bo'lib yurgan akalarimizga podelitsiya qilib jo'natib qo'yinglar. Podpisatsiya knopkasini ham bossangiz, obuna bo'lasizlar. Biz shunaqa kirib borayotgan videolarimizdan xabardor bo'lib turasizlar. Bizda jamiki shu tomga ketadigan barcha mahsulotlar bor. Strapilar, reyka, to'sin, vassali. Narxlarini zagatovka narx bari endi qishga zagatovka qiladi ko'pchilik. Bahorga kiradi. Bahorda uy quraman, qishda arzonlaydi. To'g'ri, qishda 100% arzonlaydi. Ancha sezonga qaraganda mana narxlari bilan bir bosh tanishtirib o'tamiz. Hisoblaringizga qarab zakaz qilaverasizlar. Qani ketdik, biz boshladik. Mana aziz qadrdonlar, baquvvat boy to'sinlarimizdan boshlayveramiz. 5 metrli baquvvat boy to'sinlar. Holatlari juda ham zo'r holat. Mana shular 5 metrli to'sinlar. Uy to'sinlar. Baquvvat bir xilla bo'ladi, ichida ingichkasi yo'q. Shularimiz donasini 200 minggacha sotganmiz sezonda. Aksiya qilganimiz hisobiga 180 ming so'mdan hisoblayveramiz mana. Mana yiqitib qo'yganmiz 5 metrli to'sinimiz mana. Mana haqiqiy to'sin mana. Mana uch tomonlar. Bu kichkina o'yinchoq to'sin emas, baquvvat boy to'sin deyiladi. Donasi 180 ming so'mdan. Kichikroqlari bor mana 160 ming, 170 minggacha sotganmiz sezonda. Shularni 150 ming so'mdan hisoblayveramiz mana. Uzunligi 5 metrli o'rtacharoq to'sinimiz mana. Endi 4,5 metrli to'sinlarimizdan boshlaymiz. 4,5 metrli to'sin, yengilroqlari bor, arzonroq, qimmatroqlari ham bor. Holatlaringizni qarab buyurtma berasizlar, chiroyli narxlarda yetkazib beramiz. Xo'p. Mana 4,5 metrli to'sinlarimiz mana. Holati yaxshi. Shularimiz 120 minggacha sotganmiz. Aziz qadrdonlarga 110 ming so'mdan hisoblayveramiz.
Endi bunaqa 4,5 metrli to'sinlarimiz bor. Mana holati zo'r holatda bo'ladi mana. Shular 130 minggacha sotilgan. 125 ming so'mdan sizlarga hisoblayveramiz donasini. 4,5 metrli to'sinlar. To'rt metrli to'sinlarimizdan mana. 4 metrli yaxshi to'sinlar. 330, 3,5 joylarga tushadi. Ja bunaqa oshiqcha baquvvat ham bo'lmaydi, ingichka ham bo'lmaydi. O'rtacha holatda bo'ladi mana. Mana 70 ming so'mdan beryapmiz donasini. Keyin bunaqa holatdalari bor, hozir ko'rsatamiz. Mana 80 ming, 85 ming so'm sotyapmiz shularni. 80 mingdan qilib beramiz. Mana 4 metrli. 70 ming so'mdan 80 minggacha bo'lgan holatlari bor. 4 metrli to'sin. Endi 3 metrli to'sinlarimiz mana. 3 metrli to'sinlarimiz 50 ming so'mdan 70 minggacha bo'lgan holatlari bor mana. 50 minglik ingichkaroq bo'ladi, 70 minglik baquvvat bir xilda bo'ladi mana. 3 metrli to'sinlarimiz. 3 metrli to'sinimiz serob. Xo'p. 4 metrli lagalarimiz mana bir bosh ko'rsatib o'tiramiz. Bular lagali sarrobdagi progon deyiladi. Ustum qo'yiladi, keyin sarrobga ham ishlatib yuborsa bo'laveradi. Uzunligi 4 metrli holat mana. Shularimiz 50 minggacha sotganmiz, 40 ming so'mdan hisoblayveramiz. Uzunligi 4 metr. Bular masofasi kalta hojatxonalarga, xo'p, strapila, loy bosilmaydigan ayvonlarga, o'choqxonalarga, to'sinli qatoriga ham tashlatsa bo'laveradi. Donasi, xo'p, 40 ming so'mdan. Mana aziz qadrdonlar, barcha materiallar bor. Cheksiz miqdorda bor. Xohlasalaringiz, katta, kichik, katta ob'yom bitirib beraveramiz inshaalloh, nasib qilsa, Xudo xolasa, aloqaga chiqsalaringiz hisob. Xo'p, endi 5 metrli, 4,5 metrli, 4 metrli to'sinlarimiz narxlari bilan tanishtirib o'tdik. Endi 6 metrli to'sinlarimiz. Xo'p. Ko'rsatamiz hozir bir bosh. Diqqat bilan kuzatib boringlar. 6 metrli to'sinlarimiz mana. 6 metrli. Holatlari juda ham zo'r holatda bo'ladi. Xo'p, bularimiz 200 ming, 220 mingga sotganmiz. Hozir 20 holat 190 ming so'mdan hisoblayveramiz. Uzunligi 6 metrli to'sin. Endi mana to'sinni ko'rsatdik. Tepaga strapila, ustum, kashay havon, cholinliklar, shu jamiki shu kashay havon ustumliklar narxini ko'rsatamiz. Sarrobli, strapilali mana yumaloq kerakdan chiqqan. Bu 4 metrli hozir ko'rsatganimizda 40 minglik holati mana 45 ming 50 mingga sotamiz, 40 ming so'mdan hisoblayveramiz. Bu 5 metrli sarrobligimiz mana. Bir xilda bo'ladi, ichida ingichkasi yo'q bo'ladi, holati yaxshi. Donasi 60 ming so'mdan shular 70 ming 75 mingga sotganmiz, 60 ming so'mdan hisoblayveramiz. Xo'p, 6 metrli sarrobligimiz progon deyiladi mana. Bir xilda bo'ladi, ichida ingichkasi yo'q. Shularimiz donasi 75 ming so'mdan 85 minggacha bo'lgan holatlari bor. Yonidagi 6 metrli strapilalarimiz mana. Bularimiz 50 mingdan 65 minggacha bo'lgan holatlari bor. 5 metrli strapila sarroblarimiz 45 ming so'm. Shunaqa. Yana kelishtirib beramiz, aloqaga chiqsalaringiz. Xo'p, endi yana nima qoldi ko'rsatmaganimiz? Strapila, endi Plaramadan chiqqan mahsulotlarimiz ko'rsatamiz endi mana. Reykalar, murlar, chorchup,
Bu manzilimizni yana bir bor tushuntirib o'tamiz. U svetofor, langar metanli svetofor. O'sha svetofordan burilib kelganlaringizda, xo'p, O'ran Bahrin tomonidan kelganlaringizda o'ngga burilasizlar, bu tomondan kelinganda chapga burilasizlar. Bu O'qchi Akvapark tomon, Qumtepa tomonidan kelinganda langar svetofordan chapga, sentr tomonidan kelinganda o'ngga. O'ngga kelganlaringda o'ng qo'llaringga mana temir vishka bor o'zimda. Temir bilan mana biz ofischalarimiz bor, o'zi bilinib turadi. Ekranda nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar mana. Vassalilarimiz bor, narxlari bilan tanishtirib boramiz. Endi reykalarimiz, Pilaramadan chiqqan mahsulotlarimiz. Xo'p, reykalarimizdan boshlaydik mana. Reykalarimiz razmeri 4 ga 4 chiqqan, 4 sm ga 4 sm. Shu holat 2,5 metrli, 2 metrli, 3 metrli holatlari bor. Metrini 4000 so'mdan qilib beramiz, 1 metrini. Endi 4 metrli reykalarimiz bor mana. Xo'p, razmeri 4 ga 4 chiqqan buni ham. Buni o'rtasida bunaqa 4 ta ulag'i bo'ladi. 1, 2, 3, 4 ta ag'idan 4 ta bag'idan kelgan ulag'i bor, stigi bor, 4 burcha, garmilsiz, toza holat bo'ladi. Mana 1 metr shularni 5000 gacha sotyapmiz. Kelishtirib beramiz, arzon qilib, kami bor. Xo'p. Bularimiz mana murlat deyiladi, to'sin tagiga qoqiladi ko'proq, seysmopoyezd atrofiga simda baylab turib to'sin qotiriladi. 70-60 dan to'sin qotiriladi. Bu bunaqa garbil bo'ladi mana. Bunaqa garbil bo'ladi. Bularimiz 40 mingdan 45 minggacha bo'lgan holatlari bor. Ularimiz go'shtli holat, bunaqa oshiqchacha yupqalashib ketmagan 45 minggacha beryapmiz. Bularni mana 40 mingdan qilib beramiz. Haqiqiy murlat, chorchuq. Mana bu ham yaxshi holat, faqat ichida qurib qolgan holat mana. Bu ham go'shtli. Donasi 40 ming so'mdan 12 ga 4 ga chiqqan. Endi bu, xo'p, bu mana toza holati. Strapilaga ishlatiladi. 100% toza mana. Endi 12 ga qalinligi 4, uzunligi 4 metr bo'ladi. Bir donasi shulardi. Sezonda 55 mingdan bir so'm kamiga sotilmagan. Hozir 50 ming so'mga tushirib qo'ydik mana. Yangi yil 2026-yil boshiga chegirma narxladi, chiroyli narxlarda chiqardik mana. 50 mingdan nechta bo'lsa bitkazib beramiz. Keyin mana yon 3 metrli brusimiz bor, mana 7 ga 13lik. Mana shuni 4 metrligi ham bor. Donasini 90 minggacha beryapmiz. Aloqaga chiqsangiz, xudo xolasa murosa qilamiz, kelishtirib beramiz. 3 metrli holatim, 60 ming so'mgacha sotdik. Xullas, aloqaga chiqsangiz, yangi yil arafasi chiroyli chegirmalarimiz bor, bitirib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz bor, vodiy ichi bo'ylab kelishilgan holatda 100% shu 15 milliondan oldi berida suvda 15 milliondan baland olinadigan bo'lsa, bepul bo'ladi. Farg'ona viloyat shu vodiy ichi bo'ylab faqat. Esda tutib olinglar, vodiy ichi bo'ylab. Bir xil obunachlarimiz shu Toshkentdan yo Vohadan telefon qilib, dastlabki bepul ekan deyaptilar. Yo'q. Biz vodiy ichi bo'ylab, Farg'ona viloyati vodiy ichi bo'ylab. O'zimiz Farg'ona, Qo'qon, Andijon, Namangan shu. So'x tomonlarga o'zimiz Farg'ona So'x tomonlarga kelishilgan holatda. So'x ham vodiy ichiga kiradi, endi faqat chegaradan nariga So'xga ham kelishilgan holatda murosa qilamiz. So'xdan ham telefon qilishadi, vodiy shu dastlabki bepul ekan. Kelishtirib beramiz, murosa qilamiz. Tashab bermaymiz. Yo'l kiralarni shu hech pul deysiz, shu chegirmalarimizdan o'tib yordam qilamiz. So'x tomonli yurtdoshlarimiz ham aloqaga chiqaversin. Xo'p, 3 metrli strapilamiz mana. Endi 12 ga qalinligi 4, uzunligi 3 metr. Bu ham strapila. Mana strapilan qo'llariga ishlaydi. Strapila qatoriga ham ishlatsa bo'laveradi. 4 metrlik, 3 metrlik qilib ulashsa ham bo'laveradi. Donasi 30 ming so'mdan. Bir donasi 30 ming so'mdan. 2 metrli brusimiz qoldi mana. Buni ham chiqarib beramiz. Endi 13 ga qalinligi 7 bo'ladi, uzunligi 2 metrlik holat. Bu primichkalarga ishlaydi, duvollar orasiga. Xo'p, eshik derazalar ustiga. Xo'p. Bu brus. Endi 13 ga qalinligi 7, uzunligi 2 metr. Donasi 30 ming so'mdan.
Endi vassalarimizni ko'rsatamiz. Diqqat bilan kuzatib boringlar. Videomizni uzmayapmiz. Mana arzon vassalarimiz mana. Arzonidan boshlayveramiz. Arzonidan qimmatigacha. Xo'p, bularimiz 2 metrli vassali. 2 metrga bag'i 2 metr. Bir qatori 4 kvadrat bo'ladi. Xo'p, bitta qatorida shtugi donasi 15 tadan bo'ladi. Mana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ta mana. 15 tadan kam bo'lmaydi. Qo'shib beramiz xudo xolasa. Umuman oshqo'shasi bilan beramiz. Bularimiz 1 kvadrat metr 14 mingga sotilgan, 12 ming so'mdan hisoblayveramiz mana. 10 bitta 12 talik terilmagan. 15 tadan kam emas. Boshqa bo'lsa bo'ladiki, kam bo'lmaydi xudo xolasa inshaalloh. Xo'p, bularimiz 4 metrli vassalarimiz bular mana. Hamma yo'q, puliga yarasha ketaveradi mana. Bular 4 metr. Standart. Ichida ulog'i yo'q, stigi ham yo'q, yishtimasi yo'q, kaltasi ham yo'q, boshqasi ham yo'q. Splashni 4 metr. Bu tomoni ham, bu tomoni ham ko'rsataman mana. Orqa tomoni 4 metrli. Bularimiz o taxtalarimiz 12 ga to'rtli taxtalarimiz o'rtasidan bo'lganmiz, vassaliga chiqarib qo'yganmiz. Bularimiz 1 kvadrat metrini 25 ming qilib beramiz. Eni birga uzunligi 4, bir qatori 4 kvadrat bo'ladi. Endi mana garbil vassalilarimiz mana. Bu ham kvadratini 100 ga 100 to'liq bosadi. Bunaqa holat mana. Uzun ko'p, kaltasi kam bo'ladi. Mana. Bularimiz 15 ming so'mdan 18 minggacha bo'lgan holatlari bor. Uzuni ko'p, kaltasi kami bor. 18 ming so'm 1 kvadrat. Endi birki uzunligi 4. Bunaqa ulog'i ko'plari bor mana. 1 kvadrat metri 15 ming so'mdan. Kelib ko'rasizlar, ko'rsatamiz bir bosh shu farqiga borasizlar, xudo xolasa chiroyli qilib bitirib beramiz. Mana hamma narsamizni ko'rsatdik degan umiddaman aziz qadrdonlar. Videomizni chetgacha kuzatib kelganlar, chiroyli bitta like bosib, kommentariyaga o'zlaringizni fikrlaringizni bildirib, kamchiliklarimizni aytsalaringiz to'ldiramiz inshaalloh. O'shaga aloqaga chiqaverasizlar aziz qadrdonlar. 24/7 shu ekrandagi nomerlar xizmatlaringda. Shuncha yildan beri shuncha insonni xizmatini qilib kelyapmiz. Bundan buyon 2 martalab 2 karra xizmatlarini qilishga tayyormiz. Ayniqsa shu yangi yil arafa narxlarga e'tibor beringlar, chiroyli narxlarni bitirib beramiz. Mart oyidan keyin narxlar 10 ming 20 ming yana qo'shilib ketadi aytayotgan narxlarimizda. Buyurtma beraverasizlar, shoshilib olinglar, ulgurib olinglar chegirmalarimizga aziz qadrdonlar. Yaxshi kunda ko'rishguncha o'zlaringizni ehtiyot qilinglar.